Nimaga qizlarga like bosdingiz? Nima deysiz? Qo'lim qichidi. Qo'lingizdan qilaysiz, men ketdim uyga. Tishim yozildi. Qayerga ketyapsan? Oyimnikiga. Erkakka ketasan. Hozir oyim bilan gaplashdim, mana yeshi. Bizga kelmasin. Siz xizmatingizni qilsa toshdek qotib. Baribir ketaman. Hey, to'xta. Qonim ochib ketdi. Kelmasan bilan tuxum pishirib ber. Keyin ketaverasan. Bo'pti. Zavtrigingizni tayyorlab berib ketaman-ki. Nechta? To'rtta tuxum bilan bitta kalmasa yetadi. Qonim ochib ketdi. Bo'pti, men ketdim. O'sha qizlaringizga like bosib o'tiravering. Nima deysiz? Kiyimim dazmollanmaganda ishga borsam xotini yo'q ekan deb kulishmasin. Bo'pti, kiyingizni dazmollab beraman, keyin ketaman. Пожалуйста, kim yo'q deyapti sizga? Ichimdan o'tayotganini faqat unitaz biladi. Yururing shu qizlaringizga like bosib, men ketdim. Ko'zingga olaymi o'lgur, ketsang ketaver. Men sen tug'ilgan kuniga valna xaladenligini ana kunlari boridan zakaz qilib qo'yibman. Suvlarni ichib, maza qilib ishlatasan degandim. Valna o'zimizning milliy brend hisoblangani uchun kirmoshni ham ishlab chiqarayotgan ekan. Undan ham zakaz qildim. Bilasanmi nimadan zakaz qildim? Uzum marketdan zakaz qildim. Hozir kelyapti. Endi senga nasib qilmagan ekan. Endi kimgadir nasib qilgan ekan. Endi bilmadim. Endi kimga nasib qilgan. Endi mayli, bir umr ishlatasan deb o'yladim-da. Mayli, ketaver. Davay. Bo'pti. Bir umrga qolaman. Keyin ketaman. Ketaman diyor. Yashamayli ekanda. Dadasi, sizni bitta rasmga oling. Ha, davay. Nima qilasan? Dugonalarimga ko'rsataman. Sevib olishmasin. Ana bo'ldi. Telefoningizni bitta ko'ring. Ol, kodini bilmaysan, baba ocha olmaysan. Ana, ochildi. Bek ko'zinglarni o'rdi, aka telefonda. Altın gülü 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 gülü. Altın gülü 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 gülü. Har kuni shu ahvol. Telefon o'ynagan, yeysiz, ichasiz, kelasiz, yotasiz, ketasiz. Bir xil ssenariy. Yana telefon o'ynab o'tiribsizmi? Qachonda bir ishni boshini tutasiz. Ish ham mayli, bunday bir romantika qilishni ham bilmaysiz, ey. Hey, nima qilyapsiz? Romantika so'radi, romantika qilyapman. To'xtab turib bitta gul qisilib qoldi. Shunaqa jirkanch romantika ham bo'ladimi? Endi PlayStation o'ynayapsizmi? Keling, sizni bir gazingizni berib qo'ying. Keling. Xotin qachon uyga ketasan? Ha, nimaga ketaman-ma? Ha, mol eriga qo'l ko'tarding, akkaunt qilib qo'yding. Bir umr qolaman, keyin ketaman. Yuring, mana bu yoqqa gap bor sizda. Qachongacha telefon o'ynaysiz? Anjonli bola degan nomingiz bor, biron bir biznes qiling. To'g'ri aytasan, anjanli bola deb logo qilaman-da, yaxshi bitta narsa ishlab chiqaraman. Men ketdim. To'xting, avval brendingizni patent qildiring. Assalomu alaykum. Intellektual biznes patentlash markaziga xush kelibsiz. Aka, agar brendimni patent qildirmasam nima bo'ladi? Agar brendingizni vaqtida patentlab qo'ymaydigan bo'lsangiz, sizning nomingizdan hamma viloyatda xohlagan odam foydalansa bo'ladi. Eng yomon tarafi, sizdan oldin patentlab qo'yishsa, siz birinchi ochgan bo'lsangiz, nomingizni o'zgartirishga majbur bo'lasiz. Yetmaganiga katta miqdordagi shtrix ham to'lashingiz mumkin. Aka, sizlarda yomon ko'p san'atkorlar kelib patent qildirishar ekan brendini. Albatta, intellektual biznes patentlash markazimiz o'zini brendini rivojlantirgan barchaga har doim xizmatga tayyor. Bu odam yana telefon o'ynab yotibdimi? Yerdan olib yotir, shalaqi kelayotir. Voy voy, shalaqi kelayotir. Yasho, hoy! Hoy, hoy! Yasho, hoy! Hoy, hoy! Yasho, hoy! Hoy! Pora satıyor, masa sıramay öyle. Bolalarni so'kormang. Hozir hoy qilib qo'yaman, jimotar. Yasho, hoy! Hoy, hoy! Chiroyli qil, jahl qilmasdan. Yasho, hoy! Hoy, hoy! Bittasini ber menga dana.
Neyini ammasini uyini talashyapsanmi? Dada olma bermayapti. Meniki bu. Bo'kkini yeysanlar mana olma. Dada hammasini yeyolmaymiz. Yeysan! Tez bo'l yana bir so'ngga turibdi. Yeysanmi? Ikkinchi aka-ukalar narsa talashishgan. Voy dadasi bolalarimga nima qildi? Bo'kib qoldi. Endi nima qilamiz? Ha, hozir klizma chaqirganman. Yana o'zi ham keldi. Kimdan boshlaymiz? Rahimboy o'g'lim qaydasan? Zapravkadan chiqdim dada, tinchlikmi? Kim bilan kelding? Shu Ruslan ukam deysiz. Dada mana hozir qaytolma esdan chiqib qolibdi, uzr. Tez-tezga qo'y yog'i. Bu darmet bolalar dastidan Xonsaroyda megaplanetda oldida joylashgan Xonsaroy yulduzi loyihasida uy olib chiqib ketamanmi deyman-da. Gazga hayda. Gaz oldim dada. Senga gaz olamiz. Parosati yo'q. Dadam uxlayapti ham demaydi. Boshimda qoq, boshimda. Xo'p. Hozir somsaxonaga sous qilaman.